Men Qibray tumani Sohibko'l mahallasining yoshlar yetakchisi Solli va Halimaxon Hikmatilla qizi bo'laman. O'z ish faoliyatimni Xatlodan boshlaganman. Xatlo jarayonida meni bitta narsa jalb qildiki, bu migratsiya. Migratsiyadagi yoshlar. Ular 32 nafarni tashkil etadi. Bular Qozog'iston, Amerika, Rossiya, Turkiya, Ozarbayjon va Kanada. Ular bilan telefon orqali, WhatsApp orqali muloqot qildim. Nima sababdan u yerga ketganligi va u yerda nima ish qilyapti hozir, aksariyati ishlash uchun ketganligini aniqlashdi. Ulardan biri Olabergan va Barno. Olabergan va Barnoni biz davlatga qaytarib, uni kasbga o'qitib, subsidiya ajratib, hozirda kichkinagina ko'chexi bor. Unda 5 ta ayolni ish bilan ta'minlangan va hozirda juda ham xursandligini, yaxshi men bilan gaplashib, O'zbekistonga qaytarganligimizni hozirgacha minnatdorchilik bildiradi. Va ulardan yana biri Sultoni Botir. Sultoni Botirga ham xuddi shu taklif bildirganmiz, hokim yordamchisi orqali kasbga yo'naltirib, bu yerda o'z o'rnini topishda, yaxshi ishlarga joylashtirib qo'yishimizni aytib o'tganmiz va hozirda u bolamiz IT yo'nalishi bo'yicha o'qib, juda ham yaxshi oylik daromad topyapti va hozirda kichkinagina bir o'quv markazi ochib berganmiz. Mahalladagi yoshlarni ingliz tili va rus tillariga bepul tahsil olishga ko'maklashyapti. Va yana bir qizimiz Komila va Madina Bonu. U qizimiz Kanadada. Biza bir oyda bir marta Telegram orqali chat qilib, yoshlar bilan muloqot qilamiz, fikr almashamiz, chet tilini bilsa, dunyo kezishini tushuntiradi, o'zingizlarning vaqtinglarni to'g'ri taqsimlab bilishini va til o'rganish hech qachon kam bo'lmasligini ta'kidlab o'tadi.